Kız yigit xurlanğan, ayak asti qılınğan, ezilgen şu xalqımning qo'llarini suygim mening. Feryadim asman felek, dökülgechga qon selda, ejderhanın ağzıdım, vatanimni algım mening. Azg'aldim Uyg'urman, vatan qoldim hargiz ketmagay. Ay yıldız ayrılığım, gökyüzüne türgün mening. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qeynaslar, hoş geldinglar. Men bazı oylagan narsalarım bardi, şunun bilan sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Sizlar qanday o'ylaysizlar? Yaqin yaqi masalan ba'zi faoliyatlarimiz xuddi azlab qolgandek, bir harakatsizlikdek bir tuyg'uda bo'ldim. Men bugun bir namoyishga bordim. O namoyishdami hisobda odamlarimiz yo'q degandek. Faqat bu namoyish emas hamda necha vaqtni yoki mayli namoyishlar bo'lsin, faoliyatlarimiz bo'lsin, bir xil uqmayman, bir xil jonsizlik, bir xil harakatsizlik necha oy bo'ldi o'xshamagan davlatlarga berib faoliyatlarni qilyapmiz, u yerdagi qiynashimizni paranlashyapmiz degandek. Herhalde mening tushunishimcha bu cansızlıktan yoki bu harakatsizlikdan herhalde irqiy qirg'inchilik tuggan o'xshaydi. Ashta bir tuyg'u berdi. Manga nisbatan irqiy qirg'inchilik tugmadi, ammo xuddi bizning Uyg'urlarimiz uchun, diasporadagi Uyg'urlarga xuddi bu irqiy qirg'inchilik bo'lmayotgandek, tuggandek, amallarga ayon vatandagi yo'llarmi ichilib ketdi. Bo'pmi Avstraliyaga Uyg'urlar kelyotdi. Şu yerdeki Uyg'urlarmi, mesela Avustralya'daki Uyg'urlarmi beryapti. Asta başka devletlermi, mesela Amerika bo'lsin, Yevropalarga ichilyapti, anglayapmiz bularni. Nayta ichinishlik bir ahvol. Demek ki en azından manga bo'lmasimi va yoki nurg'un insonlarga bo'lmasimi, asas Uyg'urlarga mening his qilganim balki 70-80% Uyg'urlarga bu irqiy qirg'inchilik tuggan o'xshaydi. Bu men his qilgan shaxsiy ko'z qarashim. Çünkü hakikaten bir hareketsizlik var, bir cansızlık var. Herhalde mening tuqqanlarim sizning tuqqanlari emas. Sizning tuqqanlari saq bo'lgandan keyin bu namoyishlarga chiqishning hojati yo'q degandek bir tuyg'u beryapti menga. Uqmadim, yani nayt ichinishlik shuningga masalan sirtdan qaragan chog'dami, masalan bugungi namoyishdami bir necha Bangladeshliklar oldim keldida. Endi sonimizga qarab dedimi, ish qilib sizlarda Uyg'ur masalasi bildik-a. Sizlarda bu Uyg'ur mushu genocide, mushu Uyg'urlarni tutqun qiliqdir bo'vatamdi deb, ha bo'vatudi deb. Ha deb bizga bir xil qarab, mening his qilganim endi sizlarning soninglar mushunchalik hamda albatta butun bir diasporadagi mayli qaysi shaharning 100% chiqishi natayin, ya'ni 5%, 10% chiqish kerak deb o'ylayman. Chunki biz irqiy qirg'inchilik uchratgan bir millat bo'lg'achqa. Shuni ko'rib bir xil bo'ldim hamda. Bu tuyg'u nereden keldi? Hozir nurg'un qarindoshlarimiz men anglasam, işte vizaga başvurup vatan qaytargan gaplarni qilyapti. Men qarab nim deyishim bilolmadim. Yoki bo'lmasa Alloh saqlasin, Urumchida yana bir bino o't ketish kerakmi? Yoki bo'lmasa yana bir shahrimiz G'uljidek osh qilish kerakmi? Ya'ni chuqum ashtaq bir narsani kutish kerak. Ve yoki ba'zi qarindoshlar deydi, xuddi masalan chiqayotgan qonunlar bo'lsin va yoki bu bo'layotgan faoliyatlarning foydasi yo'qdek.
Sizlarga dep qo'yay qarindoshlar, nurg'un foydalari bor. Masalan, bu vatanning chegaralari ichilibmi, nurg'un odamlarning kelib ketishningmi bir shu bizning faoliyatning birining foydali bo'layotgani. Chunki Xitoy ortiq chegarasini oshmasa bo'lmagan darajaga va yoki ba'zi Uyg'urlarni chet elga chiqarib, shunaqa tashviqot YouTube'larga chiqarib, mana men İstanbul'daman va palon yerdaman, qizimni ko'rdim degandek videolarni ko'rdinglar. Buni ko'rib o'zimiz umidsizlansak bo'lmaydi. Ba'zanlar deydi, masalan, Amerika ya boshqa yerlar nurg'un qonunlarni chiqardi. Buning foydasi nima bo'ldi? Qarindoshlar, balki ya'ni umidsizlanmanglar. Masalan, belki 200 kishi o'ldigan yeriga balki 100 kishi o'ldi. Masalan, biz uqmaymizki, ya'ni qanchalik insonlarning hayotini saqlaganimizni biz bilmaymiz. Lekin bu qonunlarning, bu harakatlarning, bu faoliyatlarning, bu namoyishlarning hammasining foydasi bor. Vallahi foydasi bor. Hiçbir zaman umidsizlanmanglar. Shuning bilan am, namoyishlarga chaqiriq bo'lsin, bu o'zinglarga bir fursat bo'lsin. Ya'ni iliqi namoyish qilgan bo'ldikmi va shu yerda bir nimamizni ko'rsataylik. En azından bu her bir davlatda turayotgan mayli panohlik tilib asos jihatdan nurg'un Uyg'urlar %99'u panohlik tilib qoldi-ku. Ashdan bir bedeli bo'lsinmi, bu bir görev, ya'ni cho'qim qilishga tegishlik, ya'ni hammamizning oilasi bor, hammamizning bolasi bor. Ya'ni qig'ili bo'ladi. Yüz chiqishning hojati yo'q. Shuningga vatanning ishiklari ichilib ketdi, ichilib ketgan taqdirda qiynasa o'tinib qolay. Barmanglar. Chunki har bir vatanga berib kelgan Uyg'ur bizning ishimizga nolga teng qilsizlar. Biz irqiy qirg'inchilik bo'yotidi deymiz. Sizlar ayni zamonda panohlik tilab o pasportni olasizlar. Ananiki naq shu Xitoydan meni qo'g'danglar deb turib, yana shu Xitoyning vizasini olib turib vatanga qaytsizlar. Mening kallamdan o'tmaydi. Albatta har bir turishliq davlatning kallasidan o'tmaydi. Atugin Xudoyim ya'ni bu panohlik masalasimi ba'zan ishimda o'ylab ketaman. Xafamanlar-da. Shu borganlar vallahi ya'ni degim yo'q. Herhalde tushungansizlar. Ya'ni shunaqa, ya'ni ish qilib qaytishini xohlamayman. Ularni bir shaklda Alloh bir shaklda qilsin deb ishimda degim kelmaydi, lekin istar istamas shunaqa his qilib qoldi ekanman, ya'ni inson bo'lgandan keyin. İnşallah bo'lmasin, lekin ya'ni bek ichinishliq menga nisbatan. Subhanallah. Ümidsizlanmayli, harakatlarga o'tayli, namoyishlarga qatnashayli, desteklaydigan, qo'llaydigan nurg'un projelar bor, o'xshamaydigan tashkilotlarning. Yana qo'limizdan kelishicha yordamda bo'layli. Irqiy qirg'inchilikning to'xtagani yo'q. Siz uchun to'xtagan bo'lsa, siz bek vatanga qaytganingiz bo'lsa, mencha qaytmang. Ya'ni amana bir kun, ya'ni tamam, bir necha yil yana chegaralari ichila, yana vatan, yana burunqi 10 yilqi holatga qaytar, ammo yana qanchalik. Hammamizga ayon, hatto shu qaytayotganlarni o'zlari deydi, 10 yilda bir Xitoy bizni joylaydi deb. Ya'ni biz hozirmi masalan Xitoy bilan savdo-sotiq qilayotganlar bor hozirgacha. Demakchi bug'uni biz boshqa davlatlardek, yo Filistindek, yo Suriyadek, yo Yamandek jonliq naq maydon xalqning kuyayotganining, chepayotganining, o'layotganining ko'rmagandan keyin Xitoylar shu ulardanmi vahshiy nim deymiz iliqi gilamning ostira demdiq yoki bu nimning ostira bu ishlarni o'nindimi o'ta qilyotdi. Biz bu iliqi ichilgan pash bo'lgan hujjatlarda ko'rdik. Lager shohidlarimizning shohid berganligini angladik. Herhalde ishonamiz bularga. Shaxsan men ishonaman. Ba'zi insonlar ishonmasimi? Ya'ni
Gerçi siz irqiy qirg'inchilik balki ig'zoki bo'vatir degan bo'lsa-mu, lekin sizning ish harakatlaringizdan xuddi irqiy qirg'inchilik bo'lmayotgandek. Shuningga ancha-muncha bu fikrimni bayon qilg'im keldi. Chunki haqiqatan mening ishim bek siqildi. Bo'pmi mavi iliqi pasport masalasi, viza masalasi, chegaralar ochilgandan keyin bu Uyg'urlar bemalol mayli vatandagi Uyg'urlar sirtqa chiqish bo'lsin. Endi uning birini deyamayman. Ammo vatan sirtida turib yana ishga kirganlar mening bek ishim siqildi. Bu harakatsizlik ishim siqildi. 3-4 namoyish bo'ldi. Adamlarimiz yo'q. Faqat shu namoyish o'rlashtiruvchilar va yaqin tuqqanlarlar bor. Shuningga qarindoshlar har bir qilgan harakatlarimiz garchi biz bevosita ko'ramiz-ku, shu vatandagi qarindoshlarimizga foydasi bo'lyotidi. Buni hargiz unutmaylik, sal qaramaylik biz qilayotgan harakatlarga. Bo'ldi qarindoshlar. Kelar qatim ko'rishguncha omon bo'linglar. Agar ko'nglingizni ranjigan bo'lsam, xafa bo'lmanglar, lekin bu mening tuyg'ularim. Kerak omon bo'linglar qarindoshlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Thank you.